Kinetik energiya ko'lmi bu harakat energiyasidir. U bizning kundalik hayotimizda mashinadan tortib to'pga qadar hamma joyda namoyon bo'ladi. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugungi amaliy mashg'ulotimiz kinetik energiyadan iborat. Bugungi amaliy mashg'ulotimizda biz kinetik energiya nima ekanligini, kinetik energiya nimalarga bog'liq ekanligini va biz hayotda kinetik energiyani qayerlarda ishlatishimiz mumkin ekanligini o'rganib chiqamiz. Kinetik energiya bu jismning harakat energiyasidir. Ya'ni jismning tezligi bilan bog'liq bo'lgan energiya. Masalan, biz to'pni harakatlantirmoqchi bo'lsak, unga qandaydir kuch bilan ta'sir qilamiz. Mana shu kuch ta'sirida biz ish bajaramiz. Ish bajarishimiz natijasida esa to'pni harakatlantiramiz. Demak, uning tezligini o'zgartirgan bo'lamiz. Mana shu tezligini o'zgartirgan vaqtimizda unga kinetik energiya beramiz. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, kinetik energiyaning o'zgarishi bu ish demakdir. Yoki bo'lmasa, mashina harakatlanishi uchun yoqilg'i sarflaydi. Yoqilg'i sarflangan energiyasi uning kinetik energiyasiga, ya'ni avtomobilning kinetik energiyasiga aylanib ketadi. Endi biz to'pni uloqtirganimizda qancha ko'p ish bajarsak, ya'ni qancha ko'p kuch ta'sir qilsak, uning tezligi shuncha ko'p o'zgaradi. Shundan xulosa qilishimiz mumkinki, kinetik energiya bu tezlikka bog'liq bo'lgan energiya ekan. Yoki bo'lmasa, agar biz kichikroq jismni yoki kattaroq jismni harakatlantirmoqchi bo'lganimizda ham ularning orasida bajarilgan ishlarda tafovut bo'ladi. Ya'ni biz kichikroq kuch ta'sirida kichikroq jismni harakatlantirishimiz mumkin. Agar kattaroq jismni harakatlantirmoqchi bo'lsak, unga kattaroq kuch bilan ta'sir qilishimiz kerak. Ya'ni ko'proq ish bajarishimiz kerak bo'ladi. Bundan xulosa qilishimiz mumkinki, demak, jismning kinetik energiyasi bu jismning massasiga ham bog'liq ekan. Xo'p, mana bu yerda ko'rib turibmizki, kinetik energiyani massa va tezlikka bog'liqlik formulasi turibdi. Endi biz kinetik energiyani pasaytirmoqchi bo'lsak, ya'ni tezlikni pasaytirib biror bir jismni to'xtatmoqchi bo'lsak, bu yerda ham qandaydir ish bajarilib jism to'xtatishimiz mumkin bo'ladi. Jismning kinetik energiyasi qanchalik katta bo'lsa, uni tinch holatga keltirishimiz uchun shuncha ko'proq kuch sarflaymiz. Endi bu amaliy mashg'ulotimizda bizga kerakli bo'lgan jihozlar: birinchisi tennis to'pi, ikkinchisi esa sekundomer, uchinchisi uzunlik o'lchov lentasi, keyin esa elektron tarozi kerak bo'ladi. Bu amaliy mashg'ulotimizda biz birinchi navbatda tennis to'pining massasini, keyin esa stolning uzunligi va tennis to'pining mana shu stolda harakatlanish vaqtini o'lchab, tezlikni topib olamiz. Buning uchun biz mana bu formulani ishlatamiz. Ya'ni o'rtacha tezlikni topish uchun umumiy bosib o'tilgan yo'lni umumiy harakatlanish vaqtiga bo'lamiz. Amaliy mashg'ulotimizda biz o'lchangan kattaliklarni, ya'ni massani, masofani, vaqtni mana bu quyidagi jadvalga yozamiz. O'zi esa kinetik energiyani hisoblab beradi. Demak, vaqtimiz 2 sekund 47 millisekund ekan. O'lchangan kattaliklarni jadvalga kiritamiz. Massamiz 0,1068 edi. Masofamiz esa 2,58 metr edi. Sarflagan vaqtimiz esa 2,47 sekund bo'ldi. Demak, bu yerda tezlikni formula yordamida hisoblab chiqdi. Keyin tezlikning kvadratini hisoblab chiqildi. Undan keyin esa kinetik energiya hisoblab chiqildi. Mana shu tajribamizni endi yana 4 marta bajarib olamiz.
Ikkinchi gal esa 2,64 sekund chiqdi. Mana shu kattaliklarni yana jadvalga qaytadan yozamiz. ikki butun 77 sekund bo'ldi. Şu 57 sekund. Demak, biz bu jadvalimizda massani o'zgartirmadik, tezlik esa o'zgarib bordi. Demak, kinetik energiyani tezlikka bog'lanishini o'rganib chiqdik. Mana shu ma'lumotlarni endi grafik ko'rinishida tasvirlaymiz. Biz grafikda x o'qida tezlikni joylashtirdik, y o'qida esa kinetik energiyani joylashtirdik. Mana shu amaliy mashg'ulotimizda olgan nuqtalarimizni esa mana shu grafikda endi yozib olamiz. Demak, x o'qimiz tezlik birinchisi 1,45 kinetik energiyamiz esa 0,37. Birinchi nuqtani belgilandi. Biz nuqtalarni belgilab oldik. Mana shuni endi grafik ko'rinishda tasvirlaymiz. Demak, kinetik energiya tezlikka bog'lanish grafiki paraboladan iborat ekan. Biz bu amaliy mashg'ulotimizda kinetik energiyaning tezlikka bog'liqligini o'rganib chiqdik. Bu kinetik energiyadan hayotda qayerlarda ishlatilishi mumkin? Oldinlari suvni harakatlanish energiyasidan, ya'ni suvni kinetik energiyasidan suv charxbaraklarini aylantirib tegirmonlarda ishlatishgan. Hozirgi kunda esa havoni harakatlanishidan, ya'ni havoni kinetik energiyasidan shamol turbinalarini aylantirib, undan elektr energiyasi ishlab chiqariladi. Siz hayotda qayerlardan kinetik energiyada foydalanilayotganligini ko'rgansiz. Buni izohlarda qoldirishingizni so'rayman.